Jizzax shahar 8-maktab aniq fanlar yo'nalishida kasbiy rivojlanish kuni mashg'ulotlari o'rganish uchun tashrif buyurildi. Holati bo'yicha maktabdagi o'zini tutishi yoki bolaga nima yetmayapti, nima yordam berish kerak, kayfiyati, psixologik jihatdan bola darsga tayyormi, yo'qmi, shu jarayonlarni ko'rib chiqyapmiz. Bulardan tashqari ular zerikmasin deb o'zim qo'shimcha topshiriqlar tayyor qilganman. Sizga eng yoqqan jihati nima bo'ldi? Shukr. Har bitta motivatsiya, har bitta rag'batlantirish har qanday insonga yoqadi. Shuning uchun hozir mana sizni eng birinchi o'rinda esingizda qolgani shokolad bo'ldi. Yaxshi. Qani ustozlar, 3 ta sizga esingizda hozirgi mana shu jarayondan soat nechida boshlalaring? 10dan to hozirgi vaqtga qadar 3 ta esingizda eng esingizda qolgan biror bir ma'lumotmi, faktmi, nimadir keltira olasizmi? Birinchisi, misol uchun farzandlarni biz yomon informatsiyalarni olishdan qo'yamiz kerak va ularga xavfsiz muhit yaratib berishimiz kerak ekanligini o'rgandik va ularni ota-ona sifatida qo'llab-quvvatlash kerak ekanligini o'rgandik. Ofarin, yana 3 ta kim? Ustoz, siz gapirmoqchimisiz? Gapirsizlar qo'ying. keyingisi o'quvchilarni qanday kuzatuv ostiga olib, har bir o'quvchi bilan uni holati bo'yicha, uni rivojlanishi bo'yicha ishlashni maslahat nima qildik? Xo'p, yana 3 ta. Kimni esida nima qoldi? 3 ta. Tak, keltiring qani. Sojidada eng zo'ri bor. O'zingda vaqt kutib bak. Marhamat, ustoz. Asosan bu aytilgan yuqoridagi mavzuga doir har bir nima deydi, juda bir mazmunli fikrlar bildirildi. Eng asosiysi mana shu o'qituvchilarimizning har bir fikrida ko'zlangan maqsadni ko'rdim men. Ustozlarimiz juda ham o'zining kasbiga mehri, muhabbatda yanada oshib bormoqda. Asosan mana bu bola tarbiyasi, bolani qanday nimalardan himoya qilishimiz kerak, bolaga qaysini biz ko'proq yaqinlashtirishimiz kerak, tarbiya, uning farovonligi, yaxshi ruhiyati qanday bo'lishi kerak, jismonan, madaniy kerak bo'lsa, ma'naviy jihatdan uni juda ham bir chiroyli tarbiya qilishni mana bugungi nimadan men o'rgandim. Rahmat avvalambor mana shu ustozga. Keyin yana bitta narsa aytmasam bo'lmaydi. Hozirgi asosdan ko'zidan qarab biz anglab olishimiz kerak. Shunaqa shaxsimiz kerak bo'lsa rol bajardim. Yaxshi, masalan, o'zingdan emas, o'sha narsani biz boladagi bo'lgan